Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Spark mashinasi 2016-yil 110 ming kilometr masofani bosib o'tgan ikkinchi pozitsiya mexanikasi bo'ladi akalar. Mashinaning holatlari zo'r holatda turibdi. Akalar motorlar ham soatda ishlab turibdi. Qimmat ledlar qo'yilgan, yumshoq balonlarga ham qo'yilgan. Balonlar yaxshi holatda. Salon qismini akalar ko'rib tursam, salonlar ham zo'r, akkuratniy holatda turibdi. Mes defektlar qo'yilgan. 110 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salonchi Black Piano qilingan. Mashinaga yaxshi chexol, Evokordan ko'rligicha ham solingan. Okalar mashina benzin holatda hali umuman gaz ham o'rnamagan. Ishonsam motorlar ham haqiqatan ham soatdagi ishlab turibdi. Kuzlarda даже qirilgan ishlangan joylar ham yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa, mayda chuyda kichkina petno bo'lib, chiqsa 5-10% ham chiqib chiqmas ekan. O'zingiz uchun bir qator polnisda tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Faqat afform bo'lganligi sababli narxi ham zo'r narx bo'ldi. $5150 baholandi. $5150 ga 2016-yil 110 ming probekt yurgan ikkinchi PC mexanika Spark mashinasi.